qizlar, hozir erimga choy tayyorlaymiz. Har doim nonushta, ya'ni ular obedroq turadilar va obedlariga shunaqa tayyorlayman alohida. Bugun qizlar unaqa tovuqni oyoqchalarini qildim. Bizda har kun shunaqa ovqat emas. No, bugun hamma narsa borligicha sizlarga ko'rsatib qo'ydim. No, har kuni bizda faqatgina masalan tarvuz bo'lishi mumkin, non bo'lishi mumkin, kofe qilib beraman erimga va qilgan ovqatimni qo'yaman ularga. Ular bunaqa qilib onajonim menga baklajan va salat jo'natib olibdilar. Onajonim baraka toping. Tarvuz kesdim. Buni tovuq bilan bir pikat qildim. Bu guruch уже pishgan edi. Bevalar yanigilari kelsa yana bunaqa qilib beraman. O'zim ham уже ikkita yeb oldim. Go'sht shunaqangi yaxshi ko'raman. Shirinlik bir umr menga bermay qo'yinglar. No, go'sht doim yeyman. Sizlar ko'proq shirinlik yeysizlarmi yoki ko'proq go'sht yeysizlarmi? Kommentariyga yozinglar. Va o'zim har doim kvashni kapusta yeyman. Buni kvashni kapustani faqatgina o'zini qilganman, ya'ni ichiga markovka ham, qizartiradigan ham solmaganman. Faqatgina kapustani o'zini dimlaganman. Shuni masalan hozir bugunga yeb bitirishim kerak. Bu meni ichki a'zolarim yaxshi ishlash uchun shunaqa kvashni kapusta probiotik для нашего организма. Где-то 2 haftadan beri faqat mana masalan tarvuz yeyapmiz. No, imni shirinlik yemayapmiz. Kecha erimga aytdim, iltimos, erim pul bering, shirinlik olib chiq dedim. Просто bilasizlarmi, o'zi shirinlik umuman yoqtirmayman, no. Shirinlik bo'lmasa ham qanaqadir o'zi bilasizlar, nimadir yetishmayotganga o'xshaydi. Shuning uchun kecha olib chiqdim. Mana hammamiz oilaviy yeyapmiz. Buni ma'lumot yeb tugatganimizdan keyin o'sha yana 1-2 hafta shirinlik yemaymiz. Nima ma'noda? Просто foydasi ham yo'q. Просто endi o'zimizni organizmimiz yegan narsani yesin deb olib kelamiz. Tak shirinlik iltimos, kola ichmang, mana bunaqa yemang deymay erimga, no. O'zim ham ba'zida yegim kelib qoladi. Prikol bor, mana meni sultonimga shu, mana shu, mana shu. Agar erimdan qolsa, keyin biz yeymiz, bizning erkaklarimiz birinchi bir ovqatlanadi degan prikol bor, mana shunaqa. O'zi odatda bilasizlar, erim oxirigacha yemaylar-da. Doim ertalab ko'p yemaylar va hammasi menga qoladi keyin. Men yeb qo'yaman ketdim.